namunchis hammaga salom do'stlar. Voy namunchis ketdi. Men qaranglar o'zinglar bilsanglar kerak, ketgan momentda lava ko'rib turibsizlar o'zinglar. Hozir to'xtanglar, hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ozgincha suv ichib oling. So'ramanglar, iltimos, nimaga bu seyfda turibdi suv. Davay, mana oxirgi suvim qolibdi-yu, oxirgi butilka suvim. Mayli ichib qo'yaman oxirgisini, qani mazza qilib. Wow, eng shirin suv edi hayotimdagi. Voy do'stlar, hammaga salomatim. Kompot yangi joyga xush kelibsizlar. Nimaga sizlarga video olman? Chunki mana qaranglar, juda ham bo'tdi issiq, yashash o'sha mumkin emas bo'tdi. Hamma yoq lava bo'lib yotibdi. Nimaga bilasizlarmi? Chunki bizda qishlog'imizda quruqlik bo'ldi. Mana qaranglar, yer tepaga chiqib ketgan, lava ham ko'tarilgan tepaga, ko'rdinglarmi? O'shancha shunaqa qilib bizda o'zi qishlog'imizda juda ham katta quruqlik bo'lib, shunaqa bo'lib ketdi. Bizning qishlog'imiz yer ko'tarib, lava ham ko'tarilib, yomon bo'lib ketdi hamma yoq. O'shancha yashash o'zi mumkin emas bo'tdi. Nimadir qilish kerak. Hamma o'zi uchun omon qolyapti. Qishloqlar, man, xullas shunaqa yashayapmiz anchadan beri, lekin men qishloqlarni o'zi bir oylardan beri ko'rmayapman. Bilmayman ular qayerda, biz ular bilan birlashganimiz ham yo'q. Hamma o'ziga omon qolyapti o'zicha. Mana ikkitalik xavfsiz tizimni ham qo'yib qo'yganman. O'sha 1000 marta suv o'g'irlashmoqchi bo'lgan. Xullas shunaqa bo'lib, 2 martalik xavfsiz tizimini qo'yib qo'yaman. Hozir ovqatim ham yo'q mana deyarli. Hozir sizlarga ko'rsam ovqatim yo'qligini. Uyimga kirib saqollar, uyimga kirib olay, davay uyim mana. Bo'tdi 40 daraja bo'lsa kerak. Mana 6 tane kartoshkam qopda, boshqa umuman ishim qolmadi. Bitta ham suv qolmadi. Yomon chanqab ketdim. Bitta suv bilan to'yganim yo'q. Hozir oxirgi suvimni ham ichib qo'ydim. Ey do'stlar, nima qilishni bilmayman. O'sha qishloqlar bilan birlashish kerak, bilmayman. Hozir qo'shnimga borib qo'yman, mana qaranglar, lava hamma yoq. Qo'shnimga borib ko'raychi, balkim uydadir u. Uyda bo'ladi, qayerga ham qochib ketadi. Ey qo'shni, ocha qol. Hech kim yo'q ekan, qo'shni. Nima, ne ichim yo'q bo'tdi. Qo'shnim qani mani? To'xtaylar, qo'shnim qani? Qayerga qochib ketish mumkin? Hech qayerga qochib ketolmayman. Qo'shnim mametta bloklar bor ekan. Bloklar kerak bo'lib turadi. Ishi mametta sabzilar bor ekan. Mayli, biron narsasini yemaymiz. Sabzilar qo'shnimiki-yu, balkim qayergadir chiqib ketgandir. Yo'q, qayerga chiqib ketadi. Mayli, qishloqlar bilan birlashish kerak. Deyman sizlarga maslahatim. Mana hozir bloklar qilib yuboramiz. Mana shu yerdan bloklar qilib oldik. Endi balkim serkifdadir ular katta uyda. Hozir u yoqqa borib ko'ramiz. O'tda ham ko'rib ko'ramiz. Birlash kerak qishloqlar bilan. Unaqa bo'lmaydi. Hamma o'z-o'ziga omon qolyapti. Hozir eshik ochiq qani deb hech kim yo'q. Kimdir bo'lish kerak. Hech kim yo'q ekan bo'tdachi. 3-qavat kimdir bordir. Yo'q, hech kim yo'q. Qani sandiqda nimadir bor ekan. Bo'tda qurol. Tushundim, signal beradigan qurol bo'lib, balkim men yo'qligimda signal berib kemadan qochib ketishim mumkin yoki vertolyot kelganmikan. Yo'q, men eshitdim agar signal chalishganni. Do'stlar, rostdan vertolyotdan qochib ketishganmikin yordamchilik kelib. Bitta o'zim qolganmikin men. Bilmadim nima qilishni. Mana ko'rdinglarmi, xuddi ham qurib qolgan vashi momentda o'ynasam ham bo'ladi. Qishloq bilan birlashish kerak desam, ular haqqadir yo'qolib qolibdi. Rostdan ularni qutqarib, meni qutqarishmagan bo'lsa, men uydadir balkim hamma yo'q bo'tdi, ham hech kim yo'q. Obbo, nima qilaman endi? Nima qilaman? Qayta tekshirib ko'rsam bo'ladi. O'tlarni ham tekshirib ko'rishim kerak, lekin hech kim yo'q deb o'ylayman. Unaqa kichkina uyda yashashimga momentda yashashgan bo'lardi unda. Rostdan, lekin bir oiladan beri men o'sha qishloqlarni ko'rmayapman. O'sha nima qilishni ham bilmayman. Deyarli ovqat, suv вообще qolgan yo'q. Qanaqa yashayman men bilmadim. Hamma o'zi uchun omon qoldi. Mana ikkita uyni ham tekshirib ko'ramiz bo'tdi. Yo'q, ikkinchisi ham yo'q bo'ladi endi. Yes, bo'tdi, zato suv bor ekan. Davay. Voy, mazza qilib ichib oldim do'stlar. Namuncha bu zo'r suv. Voy, lekin boshqa suvim qolmadi mana. Davay bo'lmasam to'xtaylik. Nima ovozga? Nima? Kemami do'stlar? Ey kema, men bo'tdaman. Men bo'tdaman. Qutqaruvchi kemasimi? Voy do'stlar, rostdan qutqaruvchi kemasi. Qanaqa qilib? Ey, men bo'tdaman, men kapot. Qutqaringlar, meni bo'tdaman.
Meni eshitmayaptigandir, qanaqa lavada yuribdi o'skema. Voy do'stlar, qanaqa qilaman? Qutqaruvchi emas-yu bu. Tezroq signal qurolni olishim kerak menda. Ana sirklifdagi katta uyda. Hozir do'stlar, hozir men signal qurolni olib, balki meni eshitib qolishar. Mana hamma ko'proq uramiz, o'qlarni ham bo'ldi, ketdim. Yordam beringlar. Hozir o'qilib olay. Yordam beringlar, men bu yerdaman, Kompot. Yordam beringlar menga. Yordam, men bu yerdaman. Obbo, to'xtinglar hozir. Davay. Hal joyda turibdi. Qani borib ko'raychi, balkim meni sezib qolishgandir. Davay, sezib qolishgan bo'lsin ish qilib. Mamani qaranglar, sezib qolishibdi, o'sha kelishyapti yonimga. Meni yonim kelishdi. Yes. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mana men keldim. Assalomu alaykum Kompot. Siz qayerda edingiz? Bizni umuman sizni topolmadik. Anchadan beri sizni qidiryotgandik. Voy ishlashyaptimilar. Qishloq qiladimi bo'tdi o'zi. Meni qutqarishdi. Kompot, sen qayerda edingiz? Bizni уже 1,5 haftacha oldin qutqarib olishdi bilan politsiyskilar. Bilmayman, sen qayergadir ketib qolibding. Uyini qarasang yo'q edi. O'shaning uchun seni qidiryotgandik. Biz anchadan beri bizni topdingiz, seni yaxshi Kompot. Nima 1,5 hafta shu deydilar. Rahmat, lekin meni qidirganinglarga mamani qaranglar. Mametta qanaqadir lavadan xavfsizlik bo'lsa kerak. Mametta bronirованный chitanovoy kema bo'lsa kerak. Voy do'stlar, meni qutqarishdan qadar xursandman. Ozgincha suv ichsam, mamani ochib qo'ysa xavf bo'lishmasa, havo kelib turadi, havo yaxshi kelib turadi bu yerdan. Yaxshimki meni qutqarish hozir bitta suv bo'lganda. Voy rahmat sizga qishloqlar. Qani o'tdi, men 1-qavatdan bor edi. Mana Kompot, mana chap tarafda o'yinsaniki bemalol joylashsa bo'ladi. Rahmat sizga qishloqlar. Voy, bitta suv ichsam mazza qilardim, lekin qishloqlar bir suv bormi? Bo'ldi, tepaga chiqsang suv beramiz senga Kompot. Sen anchadan beri qidiryapti, qayerda edingsan? Voy, men qishloqda edim, qishloqlar qayerga ketib qoldinglar sizlar? Mana demak, bu yerda 2 talik kilovat, bu yerda 1 talik kilovat. Mana shu joy meniki deb bo'lsa ham bo'ladi. Bo'pti, qayerga ketamiz o'zi qishloqlar? Biz qishloqlarni shaharga ketamiz vaqtinchalik Kompot. Bo'ldi, bo'lmasa kutamiz u yoqqa borguncha. 5 kun o'tib. Kompot, mana yetib kelamiz biz. Yetib keldik. Hammaga qishloqlar Kompot, biz shahar qishloqga yetib keldik. Mazza qilib joylashishinglar bo'ladi. Vaqtinchalik sizlarga orqadinglardek kirpich uy qilib berdik. 1 haftadan keyin qishloqlarga qaytsanglar bo'ladi taxminan. Biz tayyorlab turamiz hammasini. Rahmat sizlarga politsiyskiy qishloqlar, meni qutqardinglar. Bunaqa muzdakini suvda ichishni qadar zo'r. Voy do'stlar, mamni qaranglar, biz qishloqdan shaharga yetib keldik. Bu shahar boshqachada. Mana bizga vaqtinchalik uy berishibdi. Mana bunaqa kirpich uylar, demak shu bo'lish kerak kirpich uylar. Yaxshi, hozir ko'rib ko'ramiz. Bu shahar boshqacha deydi do'stlar. O'zingizlar bilasizlar, shahar zo'roq qishloqdan. Qani ko'ringlar, hamma chiroyli, hammasi zo'r. Qani hozir uyimizni ko'rib chiqamiz. Qanaqa uy berishdi bizga? Tekinga berishdi, biz uyga qutqarib qolishdi. Hozir qishloqlar ham kelish kerak bu yoqqa. Mana qaranglar, shuncha katta bo'ladi shahar. Demak, mana mashti bo'lish kerak. Hozir kirib ko'rsatamaslik hammasini. Mana bu eshiklar bor ekan, zinalar bor ekan. Mana eshikdan kirib ko'ramiz emas. Do'stlar, tushunarli. Mana bu rakvina, hojatxona. Tushunarli. Mana bu kelgan divan bor ekan. Lekin mana bu axlat solishganmi? Tushunarli, lekin unaqa zo'r mas'ul, lekin tekinga berishdi, yashasa bo'ladi bu yerda. Mamet yozib qo'yilman, bu axlatxonam tushunmadim. 2-qavat, 3-qavat ham bor ekan bu yerda. Mametda tikuv mashinasi bor ekan, o'zlar kechasi men o'tiribman, narsalarimni tikib, mayli kerak bo'lib qolar balkim. Mametda 2 talik halat bo'lar ekan, balkim mashitda uxlab turaman. Menga o'shim farqi yo'q, hatto uxlashi. 3-qavatga ham chiqib ko'rsa bo'lar ekan.
3 qavat bittalik kalabat zo'r ekan u yerda, lekin mana narsa kerak emas. Olib tashlaymiz. Ondidan otib olamiz. Mana mashitda turim kelyapti. Mana otib olamiz. Mana mashitda uxlayim kelyapti. Men bir haftacha yashab tursam bo'ladi. Lekin oyna singani mayli, nima farqi bor? Oyna singan hamnaqa balkon qilib qo'yamiz do'stlar. Bo'ldi do'stlar. Bir haftacha taxminan deyishdi. Keyin qishloqlarga qaytsalar bo'ladi. Hammasini to'g'rilab qo'yishar ekan. Balkim 1 hafta, 2 hafta, balkim 1 oy bo'lar, kim bilar. Balkim ertaga, bilmasam endi do'stlar. Yaxshi bo'ldi, lekin men xursand bo'lib ketdim. Juda ham bu yoqqa kelganimga meni qutqarishganda, qishloqlar politsiyskilar meni qutqarishdi. Voy do'stlar, mana bizning qishlog'imizda bugun quruqlik bo'lib, lava ko'tarilib ketdi, lekin meni qutqarishdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni istamsangiz, hammaga har do'stlar, sog' bo'linglar.